Məxfi uruş. Avtori Robert Spalding. 9-cı bab. Ul müəssəsə quruluş arqılıq dünyağa xocu buluş. 3-cü qism. Bir bəlvaq, bir yol, bir imperiya. 2013 yılı Xitay Kompartiyasının baş sekretari Xi Jinping ikki türlük g'oyat zo'r proyektni başlığanlığını jakarladı. Bu proyektga ilgari Xitay xalqarалық kuch sifatida davr surgan chog'larni eslatadigan Yipak yo'li iqtisodiy balvig'i va 21 asrdagi dengiz Yipak yo'li degan ism qo'yilgan edi. Bu proyektga aloqador necha trillion dollarlik mablag' qandoq to'planadi? Bu proyektga kimlar a'zo bo'ladi degandek tafsilotlar aniqsiz edi. Ammo bir narsa to'limi aniq edi. Ya'ni mazkur proyektning ismida Yipak yo'lini ikki qatim ishlatishdagi maqsad Xitoyning dunyoviy hukmronlik sahnasiga qaytib kelganligini jakarlash edi. Qadimgi Yipak yo'li tunji qatim milodidan ilgirki 100 yillarda paydo bo'lgan tijorat liniyasi bo'lib, Xan sulolasi bilan O'rta Osiyo, Yevropa va Afrikalarni o'zaro tutashtirib turadi. Keyincha mazkur ikki Yipak yo'li proyektining paytimidak uzun ismi qisqartirilib, bir balvaq, bir yo'l deyildi va uzun o'tmayla balvaq va yo'l proyekti deb ataldi. Bir balvaq, bir yo'l proyekti zodi nima? Buning javobi savolni kimdan so'rashingizga bog'liq. Keng ma'nodan aytganda, bu tosh yo'l, temir yo'l va dengiz yo'li orqali Xitoyni O'rta Osiyo, Afrika, O'rta Sharq va Yevropaning bir burjikidan 65 davlat bilan tutashtiradigan plandir. Mazkur planga ko'ra Xitoy mablag' chiqarib, bu davlatlarda ul muassasa qurilishi qilish orqali yangidan gullanayotgan bu davlatlar bilan hamkorlik o'rnatadi. Bu Xitoy hukumati Afrikada allaqachon boshlaganga o'xshash umumyuzlik elektr, suv, telegraf muassasalari qurilishini o'z ichiga oladi. Nuqul holda Xitoy Davlat ishlari mahkamasi 2015 yili e'lon qilgan plan loyihasini ko'rgan kishi bir balvaq, bir yo'l proyektini haqiqatan mehr shafqatga to'lgan, taraqqiy topmagan davlatlarga yordam qiladigan, shundaqla xalqaroliq erkin savdoni ilgari suradigan shaxsiyatsiz xalqaro plankan deb o'ylab qoladi. Ammo ishning kulkilik yeri dal mushu. Xitoy hukumati qachon erkin savdo prinsiplariga bo'ysunib baqqan. Lekin bir balvaq, bir yo'l proyektida bu nuqta aniq o'tirg'a qo'yilmagan. Mazkur bayonotda bir balvaq, bir yo'l proyektining ashu xil reallikni o'zgartirishga turtki bo'ladiganligi tövandagi ravishda o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy va'dasiga vafo qilib, echivitishdan iborat asosiy prinsipni davomlashtirib, yangicha umumyuzlik echivitish andisini barpo qiladi. Shundaqla dunyodagi iqtisodiy gavdalar bilan texmi quyuq munosabat o'rnatadi. Bir balvaq, bir yo'l proyekti Xitoyni o'zining echivitish salmoqini zo'raytish va doirasini kengaytirish imkoniyatiga ega qiladi. Shundaqla Osiyo, Yevropa, Afrika va dunyoning boshqa joylaridagi davlatlar bilan bo'lgan o'zaro manfaat yetkazadigan hamkorlik munosabatini kuchaytirdi. Xitoy cho'qim chamisi yetgan doirada texmi ko'p mas'uliyat va majburiyatni zimmasiga ilib, insoniyatning tinch taraqqiyoti uchun eng zo'r hassa qo'shishga tirishadi. Ammo siz bir balvaq, bir yo'l proyekti zodi nima degan bu savolni ilgari Fransiya davlat mudofaa ministrligida 20 yil Xitoy strategiyasi tahlilchisi bo'lgan Nadej Rolanddan so'rsangiz, tamamen farqli javobga erishsiz. Roland bu asrdagi Yevroasiyo Xitoyga tavamo bir balvaq, bir yo'lning siyosiy strategiyalik ta'siri degan nadir kitobning avtori bo'lib, bu haqda mundaq degan: bir balvaq, bir yo'l proyekti siyosiy urush qurolidir. U haqiqatan ul muassasa qurilishini o'z ichiga olgan. Ammo siz cho'qim tashviqotlarda sizga aytilgan gaplar bilan bu proyektning haqiqiy mohiyatini farqlantira olishingiz kerak. Tashviqotlarda bir balvaq,
bir yo'l favqulodda echivitilgan, hammaga quchoq ochgan, hamma tang manfaat oladigan dunyo taraqqiyotini, iqtisodiy taraqqiyotni, rayonning gullanishi va qazolarni ilgari suradigan strategiya deb sifatlangan. Lekin reallik shuki, mazkur plan tamamen Xitoyning manfaatini asos qilgan bo'lib, amaliyotda u Xitoyning to'sqinsiz qad ko'tarishidan iborat asosiy mudda uchun xizmat qiladigan quroldir xolos. Dastlabda Xi Jinping 2013-yili bir balvog' bir yo'l proyektini e'lon qilganda, g'arb davlatlarining rahbarlari buningdan g'alatilik his qilmagan bo'lsa-mu, Rolland shu chaqdala buningdan gumonlanishga boshlagan edi. U Xitoychini ravon biladigan bo'lg'achqa, o'zi topalaydigan aloqador Xitoycha materiallarning hammasini ko'rib chiqib, o'zi qo'shqatlamliq tarjima deb atagan ishni boshlagan. Uning qo'shqatlamliq tarjima degani bir tarafdan Xitoy hukumatining oshkora so'rindagi mazkur proyektga aloqador so'zlarni tarjima qilish, yana bir tarafdan ular qo'llangan iboralarning tegiga yoshiringan strategiyalik nishonlarni oydinlashtirish bo'lib, Xitoy hukumatining yang ichida zodi nimalarni qilayotganligini oydinlashtirishni maqsad qilgan edi. Bu ishni qilishda boshqa bir tilni tushunishli kifoya qilmaydi. Shuning bilan bir vaqtda yana shu so'zlarning tegida yotgan ma'nolarni bilishingiz kerak bo'ladi, deydi u. Rollandning tadqiqotida g'arb davlatlarining rahbarlarining bu ishqa qanday inkas qaytarganligidan iborat yana bir tarafni nazarda tutilishi kerak edi. U yana mundaq deydi: Xitoyni qilmoqchi bo'lgan ishlarining ko'pinchisini yoshirdi deyishkimi bo'lmaydi. Gap tashqi dunyodagi kuzatuvchilarda. Ular Xitoy hukumatining nima deganligi haqida kalla qatirishni yoki Xitoy hukumatining muddasiga astoydil muomala qilishni xohlamaydiganda ko'rinadi. Shu sababli ularning haqiqiy ahvolni anqirishi texmo mushkullashib ketadi. Ba'zilar Xitoyning tashviqotlaridagi shirin shikar so'zlarni rost deb o'ylab oladi. Masalan, Dunyo bankisining bu projekt to'g'risidagi bahosida shunday deyilgan: bir balvog' va bir yo'l projekti rayondagi hamkorlik va aloqani qit'a hal qilgan ko'lamda ilgari suradigan yuksak nishonga ega tirishchanlikdir. Lekin maqtashga tegishli Dunyo bankisi mazkur bayonotida bir balvog' bir yo'l projektining o'z navbatida yana mablag' o'zikchiligidagi muhitga va jamiyatga ko'rsatadigan salbiy ta'siriga nurg'un xavf-xatiri borligini ko'rsatib o'tgan. Lekin shundoq bo'lishiga qaramasdan, mazkur bank yanala bir balvog' bir yo'l projektiga ishtirok qilgan davlatlarning ul muassasa qurilishiga 80 milliard dollar mablag' solgan. Bularning hammasi Xitoyning strategiyasining bir qismi edi. Xitoy davlat ichida g'arb davlatlarining puliga tayinib, o'zining ul muassasalarini yaxshilagandan keyin bir balvog' bir yo'l projektiga ishtirok qilgan davlatlardami o'xshash usulni qo'llanishni va buning ko'lamini texmi kengaytib, bir balvog' bir yo'l projektining chiqimini BDT va Dunyo bankisiga o'xshash xalqaroliq apparatlarning zimmasiga ortishni o'ylagan. Rolland Xitoyning bir balvog' bir yo'l projekti to'g'risida to'xtalganda ishlatgan so'z iboralarini tadqiq qilgan. Uning bu vaqtdagi tahlillarni anglagandan keyin shuni aniq tushunib yetishga bo'ladi-ki, Xitoy bir balvog' bir yo'l projektini bozorga selishda ishlatgan iboralar amaliyotda uning dunyodagi har qaysi ellarning davlatga va egilik huquqiga aniqlama berish jihatdagi ulluq qimmat qarashlarini qaytadan shakllantirishdan iborat maqsadini ishga oshirish uchun xizmat qiladi. Rollandga ko'ra, Xitoy amaliyotda dunyoda hozirgidan farqli qimmat qarash sistemasi barpo qilib, xalqaroliq munosabatlarni o'zining irodasiga bo'ysundirmoqchi. Rollandning aytishicha, Xitoyning bu bir balvog' bir yo'l projektining asosiy ramkasi marksizm, leninizm va Xitoyning imperialist o'tmishining yo'g'rilmasi bo'lgan. Milliy davlatning manfaatini hammadan ustun ko'radigan uqumdan manbalangan. Ya'ni Xitoyda siyosat belgilash jihatda hamma narsa cho'qim davlatga,
ya'ni Xitoyga foyda akilish va uning hukmronligiga kapolatlik qilishdan iborat ulluq o'lcham bilan o'lchinadi. Hech narsa hatto o'sha davlatni shakllantirgan, ya'ni davlatning hujayralari bo'lmish puhralami, kishilik huquqmi, tangrimi, dinmi, buningchilik, ya'ni atalmish davlat manfaatichilik muhim emas. Bu xil millatchilikda partiyaning nizomlari va huquqidan boshqa muhim ish yo'q. Rollan shundoq deydi. Bu, ya'ni bir balvoq bir yo'l projekti orqali vujudga chiqarilmoqchi bo'lgan Xitoycha dunyo tartibi biz odatlangandan tamoman farqli narsadir. G'arb davlatlari nazariya jihati bo'lsa-mu barobar jamiyatlardir. Xitoy tasavvur qilayotgan dunyo tartibida ular, ya'ni Xitoylar o'zlari piramidaning eng ustungi qavatida bo'ladi. Xalq va Xitoyga raqiblik qilayotgan davlatlar bo'lsa, Xitoyga itoat qilib, ehtirom bildirishi kerak. Rollan shundoq deydi. Yaqinda men o'qigan bir maqolada Xitoyning bu xil pozitsiyasi nihoyat aniq tushuntirilgan bo'lib, mazkur maqolada to'liq she'riy ravishda mencha har qaysi davlatlar go'yo quyoshga yuzlangan oftobparastlardek bo'lishi kerak deyilgan. Ana shu Xitoyning nazariyasidagi o'zining xalqaroliq sahnadagi tegishlik o'rni bo'lib, bu yerdagi quyosh Xitoyni ko'rsatdi. Lekin 2015-yili Xitoy Davlat ishlari mahkamasi e'lon qilgan bir balvoq bir yo'l projekti harakat planida Xitoy degan iborani asosan uchratqilib bo'lmaydi. Mazkur hujjat kishiga xotirjamlik, ishonch, umid ato qiladigan, yer sharining utopiyachi kelgusidan bishorat beradigan tövandagidek shirin shekar iboralar bilan to'lgan. Bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qilish butun dunyo uchun foydalidir. U insoniyat jamiyatining o'rtaq g'oyasi va nishonini aks ettirgan bo'lib, xalqaroliq hamkorlik va yer sharini o'rtaq idora qilishning yangi andisini tepib chiqishdagi ijobiy urinishdir. Shundaqla u yana dunyo tinchligi va taraqqiyotiga yangi aktiv energiya ato qiladi. Bu hujjatning intayin masxirlik yeri shuki, garchi bu hujjatda Xitoy ajoyib tinchlikparvar qilib sifatlangan bo'lsa-mu, ammo parda orqasida bir balvoq bir yo'l projekti Xitoy Kompartiyasining cheklimsiz urushi orqasidagi eng og'dirmichi turlardan biridir. Mazkur hujjatning eng oxirgi abzasida mundaq deyilgan: bir balvoq bir yo'l projekti har qaysi davlatlarning planlari bilan o'zaro bog'lanib, bir balvoq bir yo'l kesib o'tgan davlatlarning taraqqiyot strategiyasini birdaklik va moslashishchanlikqa ega qilib, shu orqali mazkur rayonlarning yo'shirin bozor kuchini qazidi. Mablag' silish va iste'molni g'idiqlab, ehtiyoj va xizmat fursatini yaratadi. Xalqlar va kulturlar orasidagi aloqani kuchaytirdi. Shundaqla mazkur projektga ishtirok qilgan har qaysi davlat xalqlari orasidagi o'zaro o'rganishga turtki bo'lib, o'zaro tushunish, o'zaro ishonish, o'zaro hurmatlanishni ilgari surdi. Shundaqla inoqlik, tinchlik va gullanish ilkida tang mavjud bo'lib turishga kapolatlik qiladi. Bu gaplarga mundaqli qaraganda masala yo'qdek ko'rinadi. Ammo bu planni bir qadam ichkirlab tadqiq qilganda uning orqasidagi haqiqiy g'arazni bayqig'ili bo'ladi. Mazkur projektga ishtirok qilgan 65 davlat bilan Xitoyni qo'shganda, ular Dunyo bankisiga ko'ra yer shari ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining, ya'ni GDP 30%dan ko'pragini, dunyo umumiy nufusining 62%ni, bilingan energiya zapasining 75%ni egallaydi. Bu eng yangi, eng to'g'ri sonliq ma'lumot emas. Chunki Xitoy shuningdan keyin mazkur projekt uchun texmi ko'p ishtirokchilarni tepib-atadi. Gretsiya bilan Italiyadan iborat g'arbdagi iqtisodiy eng ojiz ikki davlatdan boshqa mazkur ishtirokchilarning hammasi jo'grafiyalik o'rin jihatdan Xitoy hukumati tarafidan
әң күчлік рықабетчілер деп қарылыватқан Америка, Германия, Angliya, Fransiya, Hindistan, Koreya, Avstraliya və Kanada qatarlıq dövlətlərdən yiraqdır. Əgər bir bəlvaq bir yol proyektiga iştirak qılğan dövlətlərinin xəritədəki orniga qarsanız, bu dövlətlərinin ümumi zimin kölümünün yer şarı zimininin 3-dən 2-sini egəlləyidiganlığını, şundaqla birdək yenidən gülünüvatqan dövlətlər ikənligini bayqaysız. Xitayğa nisbətən bu kəlgüsü yüzlənişdən derək berdi. Çünki bu kəlgüsüdə nüfusu ən tez köpüyüvatqan və şu səbəblik ən köp o'ttira burjuaziya şəkillənişi mümkün bolğan rayonlardır. Şu vəcidən Xitay məzkur bazarlarni Xitay malları bilan toşquzmaqçı və şu joydagilarning sonliq ma'lumotlarini qo'lga tushirmoqchi. Chunki bu, ya'ni kishilarning shaxsiy uchurlari kelgusi fan texnikadagi eng halqiliq omillardir. Shunga Xitoyning temir yo'lga bunchavala ahamiyat berishi hargizmi ularning qaloqligidan emas, ular bu jihatda kelgusini nazarda tutgan. Hammaylar Xitoyning ul muassasa qurilishiga va qatnash muassasalariga kuchavatganligiga kirishib qoladi-yu, lekin Xitoy akalgan cho'ng birik va fan texnikadan iborat bir butun kategoriyani nazardan saqit qiladi. Meni eng tashvishlantirdigini bir balvaq bir yo'l proyektining mavhum raqamlik tarpidir. Manga nisbatan bu, ya'ni Xitoyning kontrolligidagi fan texnika uchur muassasalari temir yo'l qatorliq moddiy bog'lanishlardan ko'p muhimdir deydi Rollan. Sonliq ma'lumot va texnika har qaysi hokimiyatlarni puhralarni tizginlash uchun eng qo'rqinchliq va unumdor mustabidlik quroli bilan ta'minladi. Sonliq ma'lumotlar sizning har kuni nima da'vatqanligingizni, nima o'qiyotganligingizni, nima ko'rayotganligingizni, nima setib olganligingizni, qayerga borganligingizni, shu yerda qanchalik turganligingizni va kimlar bilan ko'rishganligingizni ochiq ko'rsatib beralaydi. Sonliq ma'lumotlarga tayinib savdo qilishga, mahsulotlarning tashviqotini qilishga bo'ladi. O'z navbatida uni yana jamoat fikrini shakllantirish uchun ishlatgilimi bo'ladi. Shundaqla Rollandning ko'rsatganidek, Xitoy bu orqali bozorni aloqador mahsulotlar bilan to'ldirib, ondan sizga ta'sir qilib, shu mahsulotlarni setib olishingizga turtki bo'la oladi. Lekin sonliq ma'lumotlar nuqul holda nishonlash va ta'sir ko'rsatishga yarab qolmasdan, uni yana kishilarni jimiqtirishga ishlatgili bo'ladi. Sonliq ma'lumotlar tahlili orqali davlat tarafidan nachar unsur deb qaralgan kishilarni farqlantirgili, texnika orqali ularni tepib chiqqilimi bo'ladi. Ana shu bir balvaq bir yo'l proyektining haqiqiy g'arzidir. U, ya'ni Xitoy tashviqotchilaridek nuqul holda tovarlarning erkin almashtirilishi va turmush sifatining yuqori ko'tarilishiga aloqador masala emas. Bu faqat bir yemchuk. Ammo uning orqasidagi razil niyat shuki, bir balvaq bir yo'l proyekti yuqorida o'tirg'i qo'yilgan tovarlarning erkin almashtirilishi va turmush sifatining yuqori ko'tarilishi degandek afzalliklarni elib kelishdan sirt, o'z navbatida yana iddiviy harakatlarni va ideya erkinligini cheklash, shundaqla davlatning nufuziga bo'lgan har qanday qarshilikni yo'qotish urinishidir. Rollandga ko'ra, bir balvaq bir yo'l proyekti tashviqotlaridan ko'rib olishga bo'ladiki, Xitoy o'z diplomatlarining chet elda Xitoy siyosatlarini pardozlab ko'rsatish usulini bir balvaq bir yo'l proyektining e'lon qilingan loyihasidami qo'llanib, boshqalarning qimmat qarashlarini va ko'z qarashlarini o'zgartirishga uringan. Xitoy bir balvaq bir yo'l proyektini BDTning hujjatiga kirgizgan. Bu aniqla o'pka ko'rsatib quyruq setishdir. Hozir bir balvaq bir yo'l proyektining BDTning qarornomasidan o'rin elishi ajoyib bir ish. Xitoyning qandaq til ishiltishi nurg'un kishilar diqqat qilmayotgan bir masala.
Әгәр Xitay өзінің кепini BDT'нің hüccətlərə yoki qarornomalarga kirgizishga muvaffaq bo'lsa, bu mazkur proyektning yuqori qatlamliq qonuniylikqa erishganligidan va Xitoyning shuningdan foydalanib o'z g'arzini texmi ichkirlab ishga oshira oladiganligidan derak berdi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumati Janubiy Amerikani bir balvoq bir yo'l proyektining kelgusi hamkorlik tizimligiga kirgizdi. Xitoy hukumati allaqachon dunyo savdosidagi eng muhim tugunlarning biri bo'lgan. Shundaqla o'z vaqtida Tinch okeandan Atlantik okeanga o'tadigan musofani qisqartish uchun Amerika tarafidan yasalgan Panama kanalini, shundaqla kanalning ikki tarafidagi portni qo'lga kirgizib bo'ldi. Bir balvoq bir yo'l proyektida dengiz transporti va port qurilishiga alohida ahamiyat berilishining bir qancha turlik sabablari bor. Hozir Xitoyning 7000 ga yaqin savdo parxoti bor. Amerikaning bo'lsa orollar 300 savdo parxoti bor. Xitoy savdo parxotlarining orasidagi asosiy kuch darajadan tashqari Panama tipliq parxotlar bo'lib, bular Xitoy o'zining import sohasida tayinadigan cho'ng tipdagi dengiz transport qurollaridir. Xitoy yasayotgan portlar dal darajadan tashqari Panama tipliq parxotlarning tez suratda to'xtashi va mal tushirilishi uchun barpo qilingan. Ularning mal tushirish sur'atining tezligi Amerika portlaridagi mal tushirish ishchilarini hang-tang qaldira oladi. Ashyo oborti va unumchanlik sohasidagi mutaxassislarning hisoblashicha, necha million tonnalik yuk parxotlaridan yuk tushirish va ularga yuk besish unumini oshirsalar, parxotlarning mal yetkazish vaqtini tangda-tang qisqartqili bo'ladi ekan. Ishlab chiqarish unumidagi bu eshish parxotning ko'tarishchanligidagi eshishga va shu orqali daromadning eshishiga turtki bo'ladi. Lekin mazkur kitobning oldingi boblarida qayd qilingandek, bu savdo portlari bir kunlarda Xitoy dengiz armiyasining urush bazasi sifatida ishlatilishi mumkin. 2018 yılı 8 ayının 21 kuni Xitoy hukumati Salvador hukumati bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatish kelishimi imzoladi. Xitoyning davlat komissari va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Salvador tashqi ishlar ministri Carlos Castaneda tarafidan imzolangan bayonotda Salvadorning Tayvan bilan bo'lgan munosabatni uzishga qo'shilganligi bildirildi. Wang Yi yana Salvadorning bir balvoq bir yo'l proyektiga ishtirok qiladiganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Xitoy bilan bu xil yarishish memorandumi imzolashgan davlatlardan yana Venezuela, Boliviya va Ekvador qatorliqlar bor. Gerçi Amerikaning bir balvoq bir yo'l proyektiga ishtirok qilmaydiganligi to'liq ro'shan bo'lsa-mu, Xitoy korxonalari Amerikaning ul muassasalarini tizginlash va vayron qilish jihatda to'liq yomon alpozda harakat qilmoqda. Amerikada tijorat qilayotgan Xitoy yasamichi shirkatlarmi davlatimizning aslida ojizlashib qolgan temir yo'l yasamichilik sohasini bosh ko'tara olmas qilib etish uchun arzon baliq poyezdlarni to'kma qilib sotmoqda. Xitoyning bu taktikasi kishini tashvishlantirgudek darajada muvaffaqiyat qozondi. Zhongqi paychaklik shirkati Xitoyning davlat egiligidagi korxonasi bo'lib, mazkur shirkat Boston, Chicago, Philadelphia, Los Angeles qatorliq joylarning transportiga mas'ul tarmoqlari bilan Gayda raqibininkidan 20 ga to'g'ri keladigan bahoda to'xtam imzolashgan. Bu shaharlarga setilgan poyezdlarning hammasi raqamlik texnika orqali boshqariladigan bo'lg'achqa, shu poyezdlarni sotgan Zhongqi paychaklik shirkati shahar darajalik bexatarlik uchurlariga erishish, shundaqla xalqimiz va shaharlarimiz tayindigan ul muassasaning eng muhim halqasini tizginlash jihatda ko'p xil imkoniyatlarga erishgan. Halbuki bir qism davlatlar bir balvoq bir yo'l proyektidan chekinib chiqishga boshladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga qilgan muomalasi aslida bu proyektga ishtirok qilishni o'ylagan.
zo'r sondagi musulmon nopusga ega nurg'un davlatlarning Xitoy bilan orliq saqlashiga sabab bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda Sri Lanka va Hambantota portida yuz bergan ishlar Xitoy bilan ul muassasa qurilish kelishimi imzolashning davlatning iqtisodiy mustaqilligini va oxirida egilik huquqini Xitoyga raniga qo'yganlik bo'ladiganligi to'g'risidagi obyektiv tajriba savoqdir. Bir balvog bir yo'l projektini paskoyga tushirish. Agar bu abzasda ko'pchilik esida tutib olishga tegishlik biror jumla bor deyilsa, u Nadij Rollandning bir balvog bir yo'l projekti siyosiy urush qurolidir degan so'zidir. Bu jumla intayin muhim. Bir balvog bir yo'l projekti Xitoyning geopolitika sahnasidagi qo'rshav shaxmat o'yinidir. Xitoyda to'limi keng umumlashgan qo'rshav shaxmat o'yinida har ikki taraf strategiyadan foydalanib, shaxmat taxtasidagi yerlarni shaxmat uruqlari bilan qo'rshaydi. Qaysi tarafning chekinish yo'li raqibi tarafidan uzib tashlansa, shu taraf uttirgan bo'ladi. Ikki taraf kimning texmi ko'p yer egilab, qarshi tarafning shaxmat uruqlarini texmi ko'p qo'lga tushirganligida baslashidi. Xitoy hukumati hozir dunyoning 3dan 2 qismiga singib kirmoqchi bo'lyotidi. Xitoy bu xil usul orqali ma'lum darajada raqiblarini qo'rshovga elib, ularning chekinish yo'lini uzib tashlab, ularni boshqa davlatlarning yordamiga erisholmas qilib qo'ya oladi. 9-bob tugidi. Davomi bor. İngilizcedən tərcüm qılğıcı Hikmətyar İbrahim. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 20 sanıdan elindi.